Assalomu alaykum, tadbirkorlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Mana biz ham paxtaga chiqolmadim. Sog'lig'imda ozgina muammo bo'ldi. Uyda sharoitda bekor o'tirmay mayda mollarimni sotgan edim. Endi shunga nima quyon boqibman uy sharoitida. Shularni bir sizlarga ko'rsatay dedim. Hozir yana bitta quyonchamiz bo'laladi. Quyonchamiz bo'laladi. Ana bolachalar katta bo'lib ko'zi ochildi. O'nta bolalik bergan bu. Mana shu oq quyonimiz. Buni eslarsa bo'lsa men tushirib boribman. Avvalam yaqin kunlarda bu bola berib, bolalar sotuvga chiqib foydaga kirdim. Shu uchun ona quyonimiz yana bo'laladi mana. Bolalarning ko'zlari ochilib katta bo'lib qoldi. O'nta bolasi bu. Mana shunday. Bu yoqqa ham quyonlarimiz bu. Ona quyonimiz ham yaqin kunda bolalaydi. Mana bolalari. Masalan, oq quyonchalarning bolasini ko'rsatdim. Mana shular o'shaning bolalari, bu qoralari. Nima qilganmiz? Mayda payt olganmiz. Katta bo'lib qoldi bular ham. O'rdaklarimiz ham katta bo'lib qoldi. Mana bu yoqqa ham quyonlarimiz bor. Bular ham ona quyonlar. Bular ham ona quyonlar. Xudo xohlasa, bularni ham bir haftalikdan keyin nima qiladi? Bola berib boshlaydi. Ona quyonimiz. Mana bu yoqqa ham bor. Quyonlarimiz. Hozir zavtrak qilibdilar. Mana bu yoqqa ham bolalar bor. Bularni ham bitta quyonim bolalagan edi, katta bo'ldi bolalar mana. Bolalar sotuvga chiqib boshladi-da. Mana endi sinalgan damashni uyni quyonida bu. Qo'lga o'rgatilgan. Hech qayerga qochib ketmaydi. Mana shunday uy sharoitida katta qilibman. Bular ham xudo xohlasa ona quyon bo'ladi. Bularning ham zoti yaxshi. Go'shtga mana bunisi. Mana bular kol degan zot yaxshi zoti oqlani. Mana qora ham yaxshi zoti. Beti yo'qdi bular.